istisno vaziyatlar bo'lishi kerak-ku. Endi hamma ham 18-yilgacha qurib bu yoqqa qurilish bo'lmaydi degani emas-ku, to'g'rimi? U qonunda bu bo'yicha qanaqa yechimlar bor masalan? Endi hozirgi bu 937 da uni yechimi yo'q, to'g'risi. U hujjat qilolmaydi. Yo'q. Mana hozirgi qonunda aniq chegara belgilangan 2018 may. Endi bu chegarani kadastr belgilamagan. Ochig'i bizning vazifamiz endi kadastr bu yerda ijrochi organ. O'zi nimaga aynan 2018 may? Keling shu narsadan boshlaylik, bo'ladimi? Bu bunaqa aksiya birinchi marta bo'lish emas. Bu bir necha marotaba bo'lgan. Men hali 251 461 deb bekorga gapirmadim. Mana shular ham aksiya bo'lgan. Vazirlar Mahkamasining qarori asosida. Oxirgisi 461 bo'lgan. Bunda 461 da aniq chegara belgilangan edi. Ya'ni o'sha 2018-yil 1-may degan chegara o'sha qarorda belgilangan edi. Nimaga u belgilangan edi? Bu qachondir to'xtatilishi kerak-da, egallab olib, noqonuniy qurilish qilish chegara belgilanmasa bu to'xtamaydi. Va o'shandan keyin yer bilan bog'liq qonun buzilish holatlariga javobgarlik kuchaytirildi, keskin. Sababi to'xtatmasak bo'lmaydi. Aholi ko'payyapti. Hozir 38 milliondan oshdik. Lekin yer o'sha. Biz yerimiz kengaymayapti. Yer o'sha. Aholi 38, yildan keyin 40, undan keyin 45, 50 bo'lib ketib qolamizda. Agar bu qishloq xo'jaligi mayli tomorqa deyilyapti, sug'oriladigan yer, bularni bir nazorat qilib, uy-joy qurilishini to'xtattirib qola olmasak, ertaga biz-ku mayli yashab nima qilyapmiz, yeb ichyapmiz bemalol. 20-30 yildan keyin bola chaqa nima yeb ichadi keyin? Nima ekadi, qayerga ekadi?